Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli obunachilari, manzarani qaranglar, manzaraga baho beringlar. Men ham tushunib qolay. Afg'ondan kelganlar. Mana Rustam akamiz va Qo'ziboy amakim. Mana shu Xo'jamayxonatamizni qabrlarini ziyorat qilish uchun pastdan chiqib keldik. Mana ko'rishimiz mumkin. Heyla ko'prikdan o'tib daryoning ustidan heyla Xo'jamayxonatamiz suvi chiqayotgan joy. Shahdan shunday chiqib mana shundoq keldik. Mana hozir Zinapoyadan xudo xolisa ko'tarilamiz. Mana tomosha qilamiz. Vapshi manzaraga gap yo'q. Qani kim qanday fikrda videoni davomini kuzatamiz. Qanday fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishlaringizni intizorlik bilan kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishganda, ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat.